Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farmon aka, yaxshimisiz? Omonmisiz? Tanidingizmi? Ha, tanidim aka. Mana qarang, mana shu Marhamat qayerdan turib uyga kelishini bo'pti. Balaga qo'limda. Shu kenaysiz bizga ham olib keling, bizga ham olib keling deydi. Havoning issig'ini qarang. Bu bo'lmasa bo'lmaydigan bo'lyapti o'zi. Ha, shunday. Endi bitta narsada ukajon. Haligi Marhamat olgan joyga borsam, o'tib kallasdan arxiya. Bizda narxlar arzon. Kondisionerlarimiz har xil 50 xil kondisionerimiz bor, brendlar bor. To'g'ri? Qancha arzonligi bor unda? Masalan, meni pulim yetmay qolsa-chi? Bo'lib to'lashga ham beramiz, naqdga ham, pul o'tkazishga ham, xohlagan to'lov bor. Pulingiz bo'lmasa ham berib yuboramiz. Yo'q. Oyda bo'lib bersangiz bo'ldi. Yo'q. Ukajon ustiga foiz chiqmaydimi? Yo'q, foizlar yo'q bizda. Halol nasiya hammasi. Yashang. Olib bor ekansiz uka. Menga bo'lmasa konsertda yaxshisidan bering. Kondisionerlar mana Premier kondisionerdan beramiz. Eng kam kuchlanishda ham ishlaydi. Uyingizda ishni his qilasiz. Yo'q. Eng zo'ri. Endi qisqa yo'l kerak a? Ha, shunday. Ajoyib. Marhamat, ko'rdingmi? Men tekiniga olaman, tekiniga battar o'l meshqorini. Bitta kondisioner pachka qilinglar. Mana va nihoyat konditsionerlik bo'ldik. Agar xotin ham xursand bo'ladigan bo'ldi-da. Asli joyi qayerda deysizmi? Angor tumanida joylashgan Teleport degani. Bemalol kelaveringlar. Bu yerda xohlagan brend topishingiz mumkin. Kelinglar, kutamiz. To'g'risini aytyapman. Men biror marta allaganmanmi? Meni farmon karmon deydilar. Kelinglar.